Orasida suyuqlik chiqyapti, mana shu suyuqlik yiring hisoblanadi. Bunga sabab o'tdagi tosh bilan uzoq vaqt yurgan. Og'riq bo'lsa, og'rig'ini qoldiruvchi dorilar ichib yoki tosh maydalaydigan dorilarni ichib yoki parhezini vaqtida qilmasdan uzoq muddat yurgani uchun mana o't tufagi devorlari qalinlashib, yiringlab qolgan. Men anchadan beri shu o'timda toshim bor uchun bezovta bo'lib og'rib yurardim. Allohga shukr, shu kun olib keluvdim tez yordamda. Mana shu yerdagilar chiroyli xizmat ko'rsatishdi, koronadagilar. O'z vaqtida qarashib, operatsiya qilib toshimni oldi. Mana Allohga shukr, bugun juda yaxshiman. Ipimni oldirdim. Hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamisha sog' bo'lsin, oila a'zolari bilan. Shu yerda xizmat qilayotgan vrachlar, hamshiralar, hammasi juda chiroyli qarashdi. Hammasidan roziman. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Juda chiroyli parvarish qilishdi. Men hozir yaxshiman. Allohga shukr.